tonalka haqida qattiq adashgan ekanman. Bu mana shu ton edi va birinchi marta ishlatib ko'rdim va birinchi ishlatganim o'zidayoq yuzimga bu ton xuddi o'zimni ikkinchi terimday yotdi. Ham rangi, ham surilishi. Yuzingizda umuman his qilmaysiz. Xuddi tonalka surmaganga o'xshaysiz, lekin buni matoviy pudra effekt finishi va barq qilib qo'ygani va poralarimda endi ajralmaganligi va yuzimda nuqsonlarni ko'rsatmaganligidan keyin bu tonalkaga fikrim o'zgardi. Noto'g'ri fikrda ekanligimning birinchi sababi bu o'zimning rangimga mos bo'lmagan va juda ham oq tonni tanlaganim. Bu esa rangimni oqartirib, albatta ajralib qoldi. Ikkinchisi, endi boshlagan paytimda hali yuz parvarishini yaxshi bilmasdim va tonalkaga yuzimni yetarlicha namlantirib, to'g'ri tayyorlamaganligim bu xatoyim bo'lgan ekan. Hozirda esa bu tonalkani normal yuzlarga, yog'li yuzlarga va pudra effektini xohlaydigan yuzlarga tavsiya qilaman va eng sevimli tonalkalarim deb bemalol ayta olaman. Sizlarga esa tonalka tanlashda maslahatim birinchi o'rinda yuz turinglarga mos bo'lgan va qanaqa effektni xohlasalaringiz o'shanga mos tonalkalarni yaxshilab tanlang. Ikkinchisi, yuzingizni tonalka surishdan oldin yaxshilab parvarish qiling. Namlantiruvchi sivrutkalarni suring. Shunda tonalka yuzlaringizda ajralib, yig'ilib qolmaydi va uzoq payt turib beradi. Ikkinchi maslahatim esa rangingizdan oq ton yoki juda ham to'q tonni tanlamang. Iloji boricha rangingiz bilan bir xil bo'lgan tonni tanlasangiz, yuzingizda tabiiy ton bo'lib yotadi va tonalka surganingizdan poralarda ham ajralib qolmaydi. Agar sizlarga ham shunaqa chestniy odzivlar qiziq bo'lsa, menga obuna bo'ling va bu videoni dugonangizga yuborib qo'ying.